Boshqa kompaniyalarning ham mahsulotlari tabiiy. Gano mahsulotlarining ulardan farqi nimada? Ko'p odamlar shu savolga to'xtaladi, urg'uni beradi. Chunki dunyoda har doim qanaqadir bitta yagona narsa bo'ladi. U ham bu Ganoderma lucidum. Bu dunyoning tuzilishi o'zi o'sha qo'ziqorinlar avlodiga bog'langan tarixlardan birdik. Albatta, ko'p o'sha kompaniyalar ularning ham tabiiy mahsulotlari biznikiga singari, lekin o'laroq farqi shundaki, bizniki 100% ekstrakt, 100% suvda eruvchan narsa har doimiy iste'molga talab qiladi va undan tashqari bu immunologik mahsulot hisoblanadi. Bu hujayralarni tizimidagi uni muvozanatga olib keladigan immunitetini ta'minlaydi. Shundan tashqari bu 750 ta klinik jarayonda isbotini topgan va shu bilan birgalikda 9 ta klinik isboti O'zbekiston professorlari orqali bu o'z tasdig'ini topgan.